Yengil tabiat ayollar haqida hammamiz bilamiz albatta. Ya'ni jinsiy aloqa ishchilari. Ammo ikkinchi eng qadimgi kasbni kam odam biladi. Bizning bugungi sonimizga mos tarzda u ko'pincha josuslik deb ataladi. Miloddan avvalgi 5-asrda xitoylik Startek Sun Tzu o'zini hurmat qiladigan har bir hukmdorda bo'lish kerak bo'lgan 5 turdagi ayg'oqchilarni ta'riflagan. Ular bugungi kunda ham aktualdir. Eslab qoling, kichigidan boshlaylik. Chet elda oddiy aholi orasidan mahalliy josus tanlanadi. U hududni, mish-mishlarni yaxshi biladi. Eng muhimi, u ko'rinmas va hamma joyga kirib borishi mumkin. KGB Germaniyaning sharqiy qismidagi mahalliy Stasi razvedka xizmatini o'z qanoti ostiga olib, bunday ayg'oqchilarning eng kuchli tarmog'ini ishlab chiqqan. 1989-yilga kelib, har 50 nafar aholidan bitta josus bo'lgan. Hammasi bo'lib 300 ming axborot yetkazuvchi ayg'oqchilar bo'lgan.